Tushda dori ichishni ko'rish. Shifo va tuzalish. Agar tushda dorini o'zingiz ichayotgan va bu sizga yordam berayotganini his qilsangiz, bu ruhiy yoki jismoniy jihatdan tuzalish, tiklanish jarayonini bildiradi. Muammoni hal qilishga urinayotganingiz, dori ichish siz hayotingizdagi biror muammoni hal qilish, ichki muvozanatni tiklashga harakat qilayotganingizni ko'rsatadi. O'z-o'zini davolash, ruhiy og'riq, stress yoki tushkunlikdan qutulishga bo'lgan ehtiyoj ifodasi bo'lishi mumkin. Majburiyat yoki bosim. Agar siz dori ichishni istamay, majburan ichayotgan bo'lsangiz, bu hayotingizda bosim ostida bo'lishingiz yoki istamagan qarorlar qabul qilayotganingizni bildiradi. Ichki xavotirlar. Dorini noto'g'ri ichish yoki uning salbiy ta'sirini sezish, xavotir, noaniqlik yoki noto'g'ri yo'ldan ketayotganlik belgisi sifatida talqin qilinadi. Dori ichish najot yoki yordam. Ko'p tush ta'birlarida bu tush moliyaviy, jismoniy yoki ruhiy yordam kelishini bildiradi. Yashirin muammo. Ba'zida dori ichish yashirin kasallik, sirli dard yoki siz yashirib yurgan muammoga ishora bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.